Короче, hammaga assalomu alaykum. Ko'rganlaringizdek, sizlar bilan Avaybraymiz. Короче, bitta situatsiyani gapirib beraman. Bu yerda mana o'ynab ketyapman. Krabgraska esa prosta kaska va branjilet olgani kirib ketdim. Spokойно loot qilib yurgan paytim bot ovozini eshitib qoldim. Undan keyin ko'chaga chiqib otib tashlashga to'g'ri kelib qoldi. Sharrillatib otib tashladim. Keyin o'zimcha yugurib kibersportsmenlarga o'xshab bu yoqqa qaradim. Keyin esa men tashaga eshitib qoldim. Shagni borib o'ldiraman demoqchi edim, lekin bu yerda qaysidir krisa orqamdan otib tashladi. Qochib chiqib bu tarafga yugurib ichkariga kirib ketdim. Nazarini berdim. Keyin esa ichkariga kirib jonimni to'ldirmoqchi bo'ldim, chunki bildim hozir u meni orqamdan quvlab keladi. Lekin bu yerda men tinchdan jonimni to'ldirdim. Va pushka o'zim otdim. Qarachi o'qlaymiz va push qilamiz. Yugurib ketyapman, bilib turibman shuni orqasida turganligini, prosta sakrab qo'rqitaman desam, men laboratoriyaga chiqib qoldim. Shuni o'ldirishga majbur bo'ldim. O'zi ham qo'lim qaltirab ketdi. Rosa zo'rg'a qilib o'ldirib oldim. Mana bitta esa situatsiya вообще boshqacha bo'lganda, o'zimcha bu yoqqa o'zimga qaradim. Oh, cho'da go'zalman deb turgan paytim metga berib qolishdi. Metga qarab yugurib boryapman, qarochi. Ko'rib turibsizlar, ko'rdim odamni sakrab tushayotganini. Va tepadan o'ldiraman deb turdim, lekin shu payt, aynan shu payt qo'lim qaltirab qoldi. Bir meni o'xshaman dedim, hozir bor qo'la uraman dedim, ikkinchi martasiga ham o'xshaman. Qo'lab chiqib yubordim. Uni nok berdi, uni uzoqdan berdi deb, spokon uni qo'lab urmoqchi bo'lib turdim, lekin aslida shu krisa meni o'ldirdi. Bo'ldi, hammasi tamom tugadi degan paytim. Shu paytda sherigim meni chaqirdi va yana bitta imkoniyat paydo bo'ldi. Bu esa kim birinchi, kim tez yugurar o'ynashayotgan ekan, men esa bularga xalaqit berdim. Bo'ldi, zonaga ketaman deb turgan paytim bitta qo'ziqonni ko'rib qoldim. Va o'zi ham zo'rg'a o'ldirdim. Ko'rtirdilaringiz unga nok berdim, lekin unda samarasi bor ekan. Shuning uchun bu yoqqa o'zi zonaga harakat. Bu yerda esa ikkiga bir situatsiyaga tushib qoldim. Granata, molik, hamma narsa xullas otib tashlashdi. Sherigimga esa cover bo'lib turgan deb aytdim. Lekin aslida sherigimga ko'rinmayotgan ekan. Xullas bir o'zim bu vaziyatdan chiqib ketishga majbur edim. Shuning uchun akkuratni shoshilmasdan o'ynashga harakat qildim. Taktika qilish uchun smok otib qo'ydim. Shunda bu o'ylasam yugurib ketadi hozir deb, lekin aslida ular tepada ekan, ko'rmabdi smokni. O'zim borishga qaradim. Men qo'ydim va tagiz qildim, chunki aniq edi u. Turib keyin otishmadi. Ikkinchisini otaman deb chiqsam, yashigini ko'rib qoldim. Shunda bildimki, o'sha sherigi o'zi o'lgan. Bu vaziyatda esa ozginagina boshqacha ishladim. Men sherigim uni aldab turdi, men esa uni otdim. Xullas sherigim oldiga boraman deb yugurib bormoqchi edim, lekin meni otdi. Shuning uchun orqaga qaytishga majbur bo'ldim. Men o'yladimki, u daraxt orqasida turib qo'yadi. Lekin aslida u boshqa narsa ekan. Mana bu vaziyatga e'tibor beringlar. Xullas, ko'rib turganlaringizdek, ikkiga bir qoldik. Sherigim xullas dalichgacha o'ynayotganligi uchun biz unga top 1 berishga qaror qildik, chunki u o'sha to'pga kirib bo'ldi. Sakrab qo'ydim 2 marta, u rozi bo'ldi, yugurib kelyapti. Men uni realni otish niyatim yo'q edi. Sherigim otdi, lekin men otmadim. Otish niyatim yo'q edi, ya'ni top 1 beraman deb turdim. Option yo'q edi, gapirib olmoqchi edim, lekin meni u otib tashladi. Xullas, bundan keyin boshqa hech kimga ishonmaydigan bo'ldim. Sog' bo'lasizlar.